Instagramdagi har bitta chiroyli kadrlarning orqasida katta mehnat yotadi. Mana bugun sizlarga o'zimni kichkina bog'imdan ozgina ubirkamni ko'rsatmoqman. Hamma yoqni bugun supurdim, tuvaklarning joyini o'zgartirdim. Kecha o'zi xayolimga shu tuvaklarni o'zgartirib, joyini o'zgartirgim kelib qoldi gullarimni. Men shunaqa odamman, agar xayolimga bitta narsa kelsa, g'oya yoki u bir narsani o'zgartirish kerak bo'lsa, albatta shu narsani qilishim kerak, bo'lmasam meni qiynaydi. O'sha kuni yoki ertasi kuni albatta shu narsani bajarishim kerak. Hamma gullarimni chiroyli qilib taxlab qo'ydim. Yomon baylarini gullarimni tagidan olib tashladim. Qarasam, gulimni primula baygini nimadir yeyotgan ekan. O'shanga sekin ochib qarasam, baylarini bitta qurt yashil yotgan ekan. Albatta o'sha qurtni olib tashladim va zarar yetgan baylarni olib tashladim. Bunaqa chiroyli qilib keyin tuvaklarning ustiga kokosovый torflar tashladim. Пересадкаlar bo'ldi har xil. Keyin qarasam, garteziyam chiroyli bo'lib gullayotgan ekan. Buni albatta boshqatdan ko'rsataman. Orada chiroyli пересадкаlar bo'ldi shunaqa va oxirida suv quyish eng sevimli joyim. Qaranglar qanaqa chiroyli. Va albatta buni ko'rib undan ham xursand bo'ldim. Shu ishni qilganimga ham. Qaranglar qanaqa chiroyli.